Assalomu alaykum. Yaqinlar 3-etajda 5 xonali kvartira, bozor yanida 8 blokning yonidamiz. Birinchidan ko'rib chiqamiz. Giraverishimiz shuningdek prixожий zona, podъезд hududdan girishimiz. Bu yerda rakonalari qo'yilgan. Bu yerning ichine kuxni bon tarafiga ko'chirilgan, balkon ham katta. Sirali ko'rib o'tamiz. Balkondan ko'rib tursanglar, kuxnini bu yerga ko'chirganlar, oshxonani. Yaqinlar bu yerimizda birinchi spalnimiz bo'ladi. Bu yerda yuvinish-xonasini kotellarni ham ko'rib tursizlar. Bu yerda yana bir xonamiz, xohlasangiz 2 zal etib qo'ysangiz bo'ladi. Buni bir zal, bu yerni yana bir zal etib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tarafda yana 2 spalnimiz bo'ladi yaqinlar. Bu birinchi spalnimiz. Bu yerda ikinci spalnimiz. Общий 5 xonadan iborat. Kvartirani polностью ko'rib chiqdik. Bozor yandan dim ko'p so'radingizda, bozor hududdan yana 3-etajdan 5 xonali kvartira chiqdi. Yaqinlar narxini past opsioniyada yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilsangiz da bo'ladi.